Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Ronaldoni Yevropaning top klubiga joylashtirishmoqchi. Cristiano Ronaldo An-Nasr bilan yarashib oldi va boykotdan so'ng yana maydonga tusha boshladi. Shunga qaramay, yozda yulduz portugaliyalik baribir klubini o'zgartirishi mumkin. Bir necha yil oldin matbuotda Ronaldo Manchester United dan ketganidan keyin kelib chiqqan kelishmovchiliklar sababli Mendes bilan hamkorlikni to'xtatgani haqida yozilgan edi. Biroq nufuzli Transfermarkt portalida Cristiano hali ham Mendes agentligining mijozi ekanligi ko'rsatilgan. Cristiano Ronaldoning An-Nasr bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning o'rtalarigacha mo'ljallangan. Abduqodir Husanov eng qiyin hujumchi. Eslay olmayman. O'zbekiston terma jamoasi va Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyati davomida o'ziga qarshi o'ynagan eng noqulay hujumchi haqidagi savolga kutilmagan javob qaytardi. Setanta Sports telekanaliga bergan intervyusida himoyachidan hozirgacha maydonda to'qnash kelgan hujumchilari orasida eng qiyini kim bo'lgani haqida so'rashdi. Husanov esa qisqagina qilib "eslay olmayman" deya javob berdi. Husanov Manchester City da yana porladi. Guardiola Walkerni qayta esladi. Bugun xorij chempionatlarida top tepayotgan o'zbekistonlik futbolchilar safida qattiq harakat bor. Deyarli har hafta kimdir gol uradi, kimdir assist qiladi, kimdir esa maydonda shunday ish qiladiki, muxlislar ha, mana shunday deb qo'yadi. Manchester Cityning asosiy halqalaridan biriga aylanib ulgurgan himoyachi hafta o'rtasida Angliya Premyer Ligasining 26 turida Fulhamga qarshi o'yinda ishtirok etdi. Odatda so'nggi bahslarda asosiy tarkibda tushayotgan Husanov bu safar uchrashuvni zaxiradan boshladi. Lekin bu yo'qolib qoldi degani emas, bu faqat ssenariy o'zgargani xolos. Qariyb yarim soat maydonda bo'lgan Husanov xotirjam, aniq va qattiq o'yin namoyish etdi. Natija ham gapirdi. Manchester City 3 hisobida g'alaba qozondi va bu natijada Abduqodirning hissasi borligi shubhasiz. Uchrashuvdan keyin esa Guardiolaning Husanov haqida aytgan gapi muxlislarni yanada ruhlantirib yubordi. Husanovning o'ng qanotdagi harakatlari menga Kyle Walkerning eng yaxshi davrlarini eslatdi, dedi mutaxassis. Eden Hazard ayni damda futbolchidan ko'ra ko'proq taksichiman, lekin bu normal holat. Belgiyalik futbolchi professional faoliyatini yakunlagandan keyingi hayoti haqida gapirdi. Chelsea va Madridning Real klubi sobiq futbolchisi Eden Hazard professional faoliyatini yakunlagandan keyingi hayoti haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Hayot juda tez o'tib ketadi, ayniqsa futbolda. Kechagina 19 yoshda edim, bugun esa 35 daman. Nafaqat futboldan, balki qolgan barcha narsadan zavqlanish kerak. Oila senga yordam beradigan eng asosiy kuchdir. Hozirgi hayotim juda oddiy. Uyda o'tiraman va rafiqam, farzandlarim hamda akalarim bilan oddiy narsalardan zavqlanaman. Futbol o'ynayotganingda doimiy safarlarda bo'lasan, ammo faoliyatingni tugatganingdan so'ng nihoyat ular uchun stressiz vaqt topiladi. Hozir hayotim ancha sodda. Men 5 farzandning otasiman. Ayni damda futbolchidan ko'ra ko'proq taksichiman, lekin bu normal holat, deya Hazardning so'zlarini keltirmoqda The Guardian. O'zining futbolchilik faoliyati davomida Hazard klublar miqyosida 623 ta o'yinda ishtirok etgan. Uning hisobida 167 ta gol va 153 ta golli uzatma mavjud. Rasman Abduqodir Husanov Chempionlar Ligasining eng tezkor futbolchisi. Bunga ishonish qiyin, lekin bu bor haqiqat. Chempionlar Ligasi 2025-26 yilgi mavsumida eng yuqori tezlik ko'rsatgan futbolchilar: Abduqodir Husanov 35 ta 80 km/soat tezlik, Kylian Mbappe 35 ta 67 km/soat tezlik, Luis Openda 35 ta 16 km/soat tezlikda harakat qilishgan. Siz Abduqodir Husanov muxlisimisiz? Unda kanalga obuna bo'ling va Husanov uchun bir dona like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.